Yangi yilga skidkalar davom etyapti o'rtoqlar. Ana yangi yil kirib kelyapti. Bo'pti, skidka e'lon qilaylik. Kirib kelyapti. Xullas qancha edi bu? Bularni 199 ming so'mga chiqarib yuborgan. Original Xitoydan kirib keladigan ugilarimiz zo'rlari. Mana orqalarida ham ko'rsangiz bo'ladi. Made in China tikilgan choklari yaqinroq kelib ham ko'rsatib yuborasiz. Bemalol mana. Ana. Endi xuddi shu joyda yangi yil kirib kelyapti dedik-ku. 199 ming so'm dedingmi? Endi teng yarmini ham yarmini aytib tashlab 100 ming ayiramiz, 99 ming so'm qilamiz. Yangi yil keldi chunki, tushundingmi? Bo'pti, 99 ming so'mdan. Shu safar Shahlopaga rozi bo'laman deb 99 mingga qo'yib yuborsak, qo'yib yuboramiz. Sizlar uchun. Yana yangi yil, yangi yil keldi. O'rtoqlar obzor qilaylik. Buni mana bu ranglarni ko'rishsin. Mana buni qarang, kojasi kirgan, mana bu zamshli modellari kirgan. Mana tepadagilarini qarang, zo'r. Sizga Voy, mana bunisi вообще asal ekan-a. Yoqdimi? Ichlarini qarang, mehli. Siz ana oyoqlarim so'qatib qoladi. Mehli narsa ber deydilar-da. Bitta yo'q narsa bilan kiyib ketaver ekansizlar. Narsa bilan kiysanglar buni qanligini qaranglar. Xullas, har xil rangidan olib kirib qo'yganmiz. Bularning hammasi zo'r. 99 ming so'm o'rtoqlar. Bunaqa qo'ymagan, qo'pol qilib aytganda Pekingada 199 ming. Yana-chi primoy Xitoydan kirib kelayotganman. Yaqinroq ko'rsatinglar mana. Kirishini Isbotlaringlarni. 99 ming. Ha, 99 ming. Shu yuragim. Yangi yilgacha uspet qilib qo'yinglar. Bu safar saxiyman. Bu safar saxiy bo'l, yangi yil kelyapti. Shu odatingni, jimot odatingni yo'qotsang, hamma keyin seni yaxshi ko'radi. Faqat yaxshi ko'rishadi menimcha. Komment yozib qoldiringlar. Meni ko'proq yaxshi ko'rishadi, chunki har doim men sindiraman narxlar. Xullas 99 ming so'mga kelib olib ketaverasizlar. Yangi yil keldi. Voy baqilamagan, endi baqilayapman. Voy bechora bolalar tozalashadi endi.